shukr qilsak, Alloh bundan ham ziyoda qiladi. Ammo noshukrlik qiladigan bo'lsak, boshqalar hayotiga havas qiladigan bo'lsak, o'zimizdagi boridan ham mahrum bo'lib qolishligimiz mumkin. Said ibn Jubayr roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U kishi shunday deganlar: "Inna ahabba ibadallohi ilallohi ash-shakurus saburu allazi ibtuliya sabara va idza u'tiya shakara." Bandalarni Alloh taologa eng yaxshisi musibat kelganda sabr qiluvchi va ne'mat berilganda shukr qiluvchisidir. Imom Tabari va Imom Ahmad rivoyatlari. Saudi Sherozi Guliston asarida quyidagi hikoyani keltirganlar. Uzoq yo'l bosib kelayotgan musofir kishi o'zining oyoq kiyimi eskirib ketganidan nolidi. O'z-o'ziga shunaqa ham nochor odam bo'lamanmi deya holining xarobligidan afsuslandi. Shu noliganicha shahar darvozasigacha yaqinlashar ekan, darvoza tagida insonlardan biror narsa berishlarini tilanib o'tirgan tilanchiga ko'zi tushdi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, tilanchining ikki oyog'i ham yo'q edi. Bu holni ko'rgan musofir: "Men-ku poyabzalim yo'qligi uchun noshukrlik qilibman. Oyoqlarim yo'q bo'lsa nima qila olardim? Mendan ham nochorroq odamlar bor ekanda" deb shukronalik yo'lini tutdi. Demak, biror narsaga yetisha olmagan odam avvalo o'zidagi mavjud narsalarga nazar solish va boriga shukr qilmoqi lozim.